Assalomu alaykum mehribonlarim, hurmatli kuzatuvchilar. Juda ko'p sonli obunachilar bilan bevosita gaplashib turibman, telefon qilishyapti. Kecha konkursda ham xudo xolasa 3-odam ham chiqdi. Ikkitasiga men topshirdim, uchinchisi jami 6 ta. Uchinchisi ham chiqdi. Unisi karta tashlang desam yo'q deyishdi. Xo'p bo'ladi dedim va lafz qilganman, boraman dedim. Toshloqli akaxonaga. Xudo xolasa bugun zaksni tugatib harakat qilaman. Bugun va'dalga hozir mana zaksga ketyapman. Shu masalada yana bittasida mashinada chiqqan bitta ukamiz aka nimaga antiradar qo'ymaysiz deb qolishdi. Masalada antiradar qo'ymasligimiz sababi dedim, shu qurilmaga ishonib Allohga bo'lgan ishonchim kamayib qolmasin, susayib qolmasin, shundan qo'rqaman dedim. Men radardan bas Xudoga bo'lgan ishonchimni so'ndirib qo'yishdan qo'rqaman, shu qurilmaga ishonib qolib dedimda. Haqiqatdan ham Allohning o'zi saqlamasa 10 ta antiradar qo'yib, boshlaringizgacha antiradar qo'yib oling, Xudo saqlamasa 1 tiyin tushaverasiz. Lekin bo'ydoqlar biz radarga tushadi. Xudo xolasa. Allohga bo'lgan ishonchni so'ndirmanglar. Har qadamda, har soniyada ishonch bo'lishi kerak. Xudo faqat Alloh deb yuringlar. Erkakning eng zo'r ishonchi faqat Alloh. Hech narsa, hech nima emas. Faqat Alloh. Erkakning haqiqiy erkakning ishonchi faqat Alloh. Siz ertalab siz o'zingizga savol bering, bugundan boshlab, bugun kuni bo'yi necha marta Xudoga shukr qildim deb. 24 soat shukr qilmagan bo'lishingiz ham mumkin-ku, to'g'rimi? Siz Alloh sizdan faqat so'rayotgan narsa shukr xolos. Xudoga shukr, turganingizga, uyg'onganingizga, yashayotganingizga, ovqat mazasini bilayotganingizga, hid sezayotganingizga, ko'rayotganingizga, vaholanki yashayotganingizga, bundaqa jannatda yashayotganimizga shukr qilib qo'ysak bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Allohning karami keng, Allohning karami keng. Siz bilan meni boy qilib qo'yib, siz bilan meni zo'r yashashimiz Xudoyimga misqolchalik emas. Shuni o'ylasangiz, Alloh beraveradi. Sog' bo'lasizlar. Doim pozitivda yashaylik, pozitiv. Assalomu alaykum hurmatli muxlislarim, meni kuzatib turayotgan qadrdonlarim. Sizlar bilan bevosita uchrashib qolganimda ko'cha-ko'yda Akmal aka she'rlaringizni kuzatyapmiz, eshityapmiz deb meni xursand qilishyapti. Albatta she'rlar endi ilhom kelganda Xudo xolasa yetkazib qo'yaman. Qoralama she'rlarimni bugun ham mana xuddi shunaqa bitta to'yga ketayotib turib, mana zapravkaga kiryapti, bitta qoralama qildim, o'zidan-o'zi kelib qoldi. Sizlarga shu lirik chekinishda endi yetkazib qo'ymoqchiman. Yana o'sha bo'ydoqjonlarim mavzuda. Hali erta, hali boru deya ukam turibsanda, 2005lar uylanvordi, sen hali ham yuribsanda. Vaqt o'tadi, senga qarab kutib turmas. Qiz ketadi, seni vechna kutib turmas. Shartda uylan, Akmal akang turibdi-ku, baxt mashina seni kutib turibdi-ku. Qiz topilsa sovchi yubor. To'yda o'ynab dildan o'tsin g'ubor. Jigarim, yana o'sha siz bo'ydoqqa udar bo'ldi-da. Uylanmagan do'stimizga yuborib qo'yamiz, harakatini qilsin tez-tez. Assalomu alaykum hurmatli bo'ydoqjonlarim, mehribonlarim. Sizlar bilan shaharning eng Xudo suygan bandasi aloqaga chiqmoqda. Shubha qilyapsiz? Shubha qilmang. Agar Xudo suygan, Xudoning erkatoyi bo'lmaganimda, sizni xursandchilik kuningizda, sizni to'y tantanalaringizda birga bo'lishlikni nasib qilarmidi? Sizni birga olib yurishni nasib qilarmidi? Sizga oldingizda birga turishdi, sizlarni buni chaqnab turgan ko'zlaringizni, xursandchilikdan yayrab turgan ko'zlaringizni, yuzlaringizni ko'rishlik nasib qilarmidi? Xudo suygan banda. Mana o'zim mana turish butun. Sizlar bilan shunaqa xushchaqchaq kunlaringizda, shirin kunlaringizda birga bo'lishlikni Xudo nasib etganiga shukr. Sizlar uylaninglar. Sizlar xursand bo'linglar, sizlar farzandli bo'linglar, sizlarni raddomlaringizda xizmat qilib, men ham energiya olib yuraveraylik.